Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi 3-sinf matematikasining 100-darsi tenglik va tengsizlik degan mavzu bo'yicha birga vazifalarni ishlaymiz. 11 va 12 ni ishlab ko'rsatamiz. Demak, 11-vazifamizda ifodalarni ikkita ustunga, chap tomondagi ustunga barcha to'g'ri tengsizliklarini, o'ng tomondagi ustunga esa barcha to'g'ri tengliklarini yozing. Demak, bu yerda biz birinchi bo'lib bu yerdagi ifodalarni ishlab olishimiz kerak. Tekshirishimiz kerak. Ya'ni qanday tekshiramiz? Bu yerdagi ishlaymiz bu ifodalarni, so'ng tenglik yoki tengsizlik to'g'rimi, noto'g'rimi shuni aniqlaymiz va demak, ikkita ustunga ajratib, chizib, chap tomonga to'g'ri tengsizliklarni, o'ng tomondan ustunga barcha to'g'ri tengliklarni yozib chiqamiz. Unda ishlashni boshlaymiz. Birinchi, demak, 561 qo'shilgan 119 teng 680 deyapti. Tekshirib olamiz. 561 ga qo'shsak 119 ni bu 10 bo'ladi. 1 dilda 6 ga 1 7 dilda 8, 5 ga 1 ni qo'shsak 6 680. Demak, bu to'g'ri tenglik. Pitichka qo'yamiz to'g'ri tenglikka. Keyingisi 982 dan 758 ni ayirsak, 982 dan ayiramiz 758 ni. 8 dan qarz beramiz. 12 dan 8 ni ayirsak 4, 7 dan 5 ni ayirsak 2, 9 dan 7 ni ayirsak 2, 224 ekan. Demak, bu noto'g'ri tenglik, noto'g'ri. Mana x qo'yib qo'yamiz. Orqasiga x qo'yib qo'yamiz. Bu tenglik to'g'ri emas. Keyingisi 600 dan 134 ni ayirsak 450 dan kichkina deyapti. Ya'ni 600 dan ayirib olamiz 134 ni. 6 dan qarz beramiz 5, bu 9, 10 dan 4 ni ayiramiz 6, 9 dan 3 ni ayiramiz 6, 5 dan 1 ni ayiramiz 4. 466. Ya'ni bu yerda 466 kichik 450 dan deyapti. Bu to'g'rimi? Bu tengsizligimiz noto'g'ri, chunki 466 450 dan katta. Buni orqasiga ham x belgisini qo'yib qo'yamiz. Keyingisini ishlaymiz. 28 ko'paytirilgan 29 katta ekan 800 dan. Tekshirib olamiz. 28 ni ko'paytiramiz 29 ga. 9 kere 8 72, 7 dilda 9 kere 2 18, 7 ni qo'shsak 25, qo'shamiz 2 kere 8 16, 1 dilda 2 2 4 dildagina 5 2, 5 ga 6 ni qo'shsak 11, 1 dilda 7 dilda 812. Demak, bir tomonim 812, ya'ni 800 dan katta. Demak, bu to'g'ri tengsizlik. Keyingisini ishlaymiz. 6188 ni 4 ga bo'lsak 1547 ga teng deyapti. Tekshirib olamiz. 6188 ni bo'lsak 4 ga. 6 ni ichida bittadan bor. 21 ni ichida 5 tadan bor. 18 ni ichida 4 tadan bor. 28 ni ichida 7 tadan bor. Demak, 1547. 1547 demak, bo'lsak 1547 ga teng chiqmoqda. Bu to'g'ri. Keyingisini ishlaymiz. Demak, 32 ni 87 ga ko'paytirsak 2700 dan katta bo'lishi kerak ekan. 32 ni ko'paytirsak 87 ga 7 kere 2 14, 1 dilda 7 kere 3 21, dildagina 22, qo'shamiz 8 kere 2 16, 1 dilda 8 kere 3 24, dildagina 25. 4, bu 8, bu 7, 2. 2784, 2700 dan katta. Demak, bu ifodamiz to'g'ri. Endi keyingisi 50.000 ni 100 ga bo'lsak 500 ga teng deyapti. O'nlarga bo'lish qoidasini bilamizki, ikkita 0 ni o'chirsak, bu yoqdan ikkita 0 ni o'chirsak 500 qolmoqda. Ya'ni 50.000 ni 100 ga bo'lsak 500 ga teng. Bu tengligimiz to'g'ri. 22 ni 22 ga ko'paytirsak 1000 dan kichik demoqda.
tekshirib olamiz. 22 ni 22 ga ko'paytirib to'rt bo'ladi. Shu bo'lsak 8 va 484 mingdan kichik. Bu tengsizlik ham to'g'ri. Va oxirgi tengsizligimiz mingdan ayirsak 448 ni bu 500 dan kichik deyapti. Mingdan 500 ni ayirsak aslida 500 bo'ladi. 500 dan kichkina sonni ayirsak, demak u 500 dan katta son chiqadi. Tekshirib olamiz. Bu 9, bu 9, bu 10. 10 dan 8 ni ayiramiz 2, 9 dan 4 ni ayirsak 5, 9 dan 4 ni ayirsak 5. Ya'ni 552 500 dan kichik emas. Demak, bu tengsizligimiz noto'g'ri. Endi bu yerda ikkita ustun ajratamiz. Ikkita ustun chizib, demak chap tomondagi ustunga barcha to'g'ri tengsizliklarni yozish kerak bo'ladi. Demak, qaysini yozamiz? Tengsizliklarga e'tibor beramiz. To'g'ri tengsizlik bo'lishi kerak. Demak, mana bu noto'g'ri, buni yozmaymiz. Keyingi tengsizligimiz bu esa to'g'ri. Demak, mana shuni yozamiz. Demak, 28 ko'paytirilgan 29 katta 800 dan. Ya'ni bu tengsizligimiz to'g'ri. Keyingi tengsizligimiz 32 ko'paytirilgan 87 2700 dan katta. Bu ham to'g'ri bo'lgan. Mana pitichka qo'yganmiz. 32 ko'paytirilgan 87 katta 2700 dan. Keyingi tengsizligimiz 22 ko'paytirilgan 22 mingdan kichik. Bu ham to'g'ri. 22 ko'paytirilgan 22 kichik mingdan. Va oxirgi tengsizligimiz bu noto'g'ri bo'lgan. Shuning uchun 3 tagina tengsizlikni yoza olamiz. Endi o'ng tomondagi ustunga esa barcha to'g'ri tengliklarni yozing. Demak, tengliklarni yozamiz bu tomonga. Birinchi tengligimiz mana pitichka qo'yganmiz. Demak, buni yoza olamiz. 561 qo'shilgan 119 teng 680 ga. Keyingi tengligimiz noto'g'ri bo'lgan, x qo'yganmiz mana. Keyingi tengligimiz 6184 bo'lingan 4 1547 ga teng. Bu tengligimiz ham to'g'ri. 6188 bo'lingan 4 teng 1547 ga. Keyingi tengligimiz ham to'g'ri. Ya'ni 50.000 bo'lingan 100 ga. Bu teng 500 ga. Bo'ldi. Demak, 3 ta tengsizlik va 3 ta tenglikni yozdik. Keyingi vazifaga o'tamiz. Tikuvchi raqs ansambli uchun ko'ylak tikyapti. 15 ta ko'ylakka 51 metr to'r tikildi. Qolgan 6 ta ko'ylakka yana qancha to'r kerak? Demak, masala sharti 15 ta ko'ylakka 51 metr to'r tikildi. Ya'ni bu yerda biz aniqlashimiz kerak. Bitta ko'ylakka masala sharti shuki, bitta ko'ylakka necha metr to'r ishlatilishini aniqlash kerak. Keyin bizdan so'rayotgan 6 ta ko'ylakka yana qancha ketishini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, yechishga o'tamiz. Demak, bitta ko'ylakka necha metr to'r ishlatilganligini biz 51 metrni 15 ga bo'lib aniqlaymiz. 15 ta ko'ylakka bo'lib, ya'ni 51 bo'lingan 15. Demak, 51 ni bo'lsak 15 ga, demak bunda 4 tadan 3 tadan bersak 3 kare 5 15, 1 tadan 3 kare 5 45 bersak, demak 6. Ya'ni ko'ryapmizki, demak biz 51 ni 15 ta ko'ylakka bo'la olmaymiz. Ya'ni bu yerda 3 metrdan ziyodroq
to'r ketyapti har bir ko'ylak uchun. Shuning uchun biz 51 metrni avval santimetr ko'rinishiga keltirib olamiz. Undan so'ng biz 15 ga bo'lamiz. Ya'ni 15 ta ko'ylakka bo'lib necha metr yoki necha santimetrdan ketishini aniqlab olamiz. Demak, 51 metrimiz teng bo'ladi santimetr, ya'ni 1 metrda 100 santimetr bo'lganligi uchun 100 ga ko'paytiramiz. Bu bilamizki 51 ni ko'paytiramiz. Ko'paytiramiz 100 ga va 51 ni yozib, orqasiga 2 ta nolni yozsak, ya'ni bu 5100 santimetrga teng bo'ladi. Endi 5100 santimetrni bo'lamiz 15 ga. Demak, 5100 ni bo'lsak 15 ga, 51 ni ichida 3 tadan beramiz 45. Ayirsak, demak 6 0 ni tushiramiz. Endi unga 4 tadan bersak 4 kara 5 22 sidan 6 bilan ayirsak 0, demak bitta 0 ni javobiga yozamiz. 340 santimetr demak, nima? Bitta ko'ylak uchun 340 santimetr ketmoqda. Endi bizdan metrda qancha 6 ta ko'ylakka yana qancha to'r kerak. Agar shuni xohlasak, metrda ham ifodalab aytishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 340 santimetr yoki buni, xo'p, kelingizlar shuni 3 metr 40 santimetrdan demak ishlatilganligi ma'lum bo'lmoqda. Ya'ni yozamiz 1 bitta ko'ylakka 3 metr 40 santimetr to'r ketmoqda. Ketadi. Endi 6 ta ko'ylakgacha demak yozamiz. 6 ta ko'ylakka 3 metr 40 santimetrni ko'paytiramiz 6 ga. Santimetrni ko'paytirib olsak, 6 kara 0 mayli, metrda 6 kara 3 18 metr bo'ldi. Endi 40 santimetrni 6 ga ko'paytirsak 6 kara 0 6 kara 4 24 bo'ladi. Ya'ni santimetr 18 metr 240 santimetr. Ya'ni 240 santimetrdan 2 metr ham ajratib olsak bo'ladi va biz buni metrga qo'shib yuboramiz. 18 2 ni qo'shamiz 20 metr bo'ladi va 240 dan 200 santimetr ketdi. Endi 40 santimetr qoldi. 20 metr 40 santimetr demak to'r kerak bo'ladi. Ya'ni 6 ta ko'ylakka yana 20 metr 40 santimetr to'r kerak bo'lar ekan. Mana shu tarzda ishlab oldik uyga vazifalarni. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videoga like bosib, yaqinlarga ulashib qo'ying.